Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan o'sha tarbiyachining 05-03 indeksidagi hujjati, demak, tabiiy filtr patronaj haqida gaplashamiz. Demak, mavzuni boshladik. Tarbiyachi tomonidan yuritiladigan tabiiy filtr va patronaj daftari bir-biriga uzviy bog'liq bo'lib, ular bolalarni qabul qilish va qatnovini nazorat qiluvchi hujjatlar hisoblanadi. Daftarda ota-onalar haqidagi ma'lumotlar ham qayd etiladi. Daftarlar umumiy bitta bo'lishi yoki 4 ta daftar alohida yuritilishi mumkin. Alohida yuritilganda ularning har biriga 05-03 raqami qo'yiladi. Daftarlarning yuritilish tartibi quyidagicha. Demak, avval mana shu davomat filtr patronaj daftarlarimizni biz tarbiyachilarimiz o'zlari chiqarib yuritardi. Hozirda o'sha davlat tomonidan menimcha barcha bog'chalarga berilyapti o'zlari. Xo'sh, mavzuni davom ettiramiz. Bolalar davomatini qayd etish daftari yosh guruhlarida bolalar qatnovini har kuni soat 9:00 dan kechiktirmay belgilab boriladi va kelgan bolalarning umumiy soni chiqarib qo'yiladi. Oy yakunida ro'yxatdagi bolalar kelgan-kelmagan kunlarining umumiy soni chiqariladi va natijalar umumlashtiriladi. Tahlilda ro'yxat bo'yicha bolalar soni ushbu oy davomida kelgan va umuman kelmagan bolalarning aniq soni yoziladi. Ushbu tahlil asosida bola kuni bajarilishi aniqlanadi. Umumiy bolalar kuni va bola kelmagan kunlarning sababli va sababsiz soni yoziladi. Tahlil qilingan tarbiyachining familiyasi va imzosi hamshira tomonidan bolalar sonining haqqoniyligini tasdiqlab imzo qo'yiladi. Tashkilot rahbari oy davomida yuritilgan davomat va tahlilni nazoratdan o'tkazib, imzo va muhr qo'yadi. Tabiiy daftari tikilgan, sahifalangan, muhrlangan va rahbar tomonidan imzolangan bo'lishi kerak. Xo'sh, bolalar davomatini qayd etish daftari jadvali xuddi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Xo'sh, bunda mana kelgan-kelmagan kunlarga bosh harflari qo'yiladi. Masalan, bor bo'lsa B harfi, yo'q bo'lsa Y harfi. 2021-yilgacha mana shu joylarga plus minus belgilari qo'yilardi. Ularni keyin maxsus Maktab ta'lim vazirligi xatiga asosan o'sha narsa yo'q qilindi va mana shu davomatga B va Y harflarini belgilash kiritildi. Bu yerda mana hisobda qilinadi. Masalan, mana yerga yoziladi, sababli yoki sababsiz ko'rsatiladi bu yerga. Xuddi shu tartibda mana jadval hammaga tanish bo'lishi kerak. Mana shu tartibda demak amalga oshiriladi. Undan keyingisi filtr daftari. Filtr daftari tarbiyachi bolalarni qabul qilish vaqtida har bir bolaning ota-onasi bilan bola salomatligi haqida qisqacha suhbatlashadi. Birlamchi tibbiy nazoratdan o'tkazadi. Filtr daftarida tana harorati, teri tozaligi, bosh tozaligi, ya'ni o'sha pedikulyozga tekshiruv va ota-onadan olingan so'rovnoma natijalari belgilanadi. Bolaning filtr nazorati ota-ona oldida o'tkaziladi. Bola 3 kun kelmagan taqdirda filtr nazoratini tashkilotning tibbiy xodimlari tomonidan o'tkazilishi va ota-onadan
bolaning muassasaga kelmaganlik sababini tasdiqlovchi tegishli hududiy davolash tashkiloti tomonidan berilgan maxsus shakldagi tibbiy ma'lumotnoma taqdim etilishi talab etiladi. Filtr daftari tikilgan, sahifalangan, muhrlangan, rahbar tomonidan imzolangan bo'lishi kerak. Mana o'sha biz yuritadigan demak filtr daftarimiz. Bunda ham o'sha mana tana harorati, terisi ko'rsatilgan bu yerda. Boshining pedikulozga tekshiruvi, ota-onasi bilan o'tkazilgan suhbat haqida xuddi shu tartibda demak amalga oshiriladi. Bu yerga o'sha haroratining ko'rsatkichi yoziladi. Bu yerga toza bo'lsa T harfi, notoza bo'lsa N harfi qo'yiladi. Mana shu tartibda demak belgilab ketiladi. Va ota-onadan qanaqangidir so'rovnoma o'tkazib bir qanaqangidir ma'lumotlar olingan bo'lsa, bu yerga ham kiritib ketsangiz bo'ladi. Mana shu tartibda demak amalga oshiriladi. Demak bu grafa tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Endi keyingisi patronaj daftari. Patronaj daftari har bir yosh guruhida tarbiyachi tomonidan oyma-oy yuritiladi. Bola tashkilotga kelmagan kunlarning 3-kuni tarbiyachi oilaga tashrif buyurib yoki telefon orqali bolaning tashkilotga kelmaslik sababini aniqlaydi. Bola uzoq muddat kelmagan taqdirda kelmagan kunlarining 7-kuni 2-patronaj va 14-kuni 3-patronajning o'tkazilishi va har bir patronaj qilingan kunning sanasi hamda kelmaslik sababi yozib borilishi lozim. 3 kun va undan ortiq tashkilotga qatnamagan bolaning tashkilotga kelgan kuni maktabgacha ta'lim tashkiloti tibbiyot xodimi, shifokori yoki hamshirasi tomonidan kelmagan kunlar uchun taqdim etilgan tibbiy ma'lumotnoma asosida nazoratdan o'tkazib, qabul qilinishi va patronaj daftariga imzo qo'yiladi. Bola keyingi oy ham tashkilotga kelmagan holatda tarbiyachi ushbu bolani yana belgilangan tartibda patronaj daftariga ro'yxatga oladi. Patronaj daftari tikilgan, sahifalangan, muhrlangan, rahbar tomonidan imzolangan bo'lishi kerak. Mana o'sha patronaj daftarimiz. Xuddi mana shu ko'rinishda demak to'ldirib boramiz ekan. O'sha oxirgi tashkilotga kelgan kuni, birinchi patronaj o'tkazilgan kuni bu yerga sababini yozamiz. Ikkinchi patronaj o'tkazilgan kuni bu yerga yana sababini yozamiz va MTDga chiqqan kunlik sanasini yozib va yakuniy tashxis o'zi hamshira tomonidan yakuniy tashxis qo'yiladi va imzosi belgilanadi. Demak, bu ham tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Endi o'sha ota-onalar haqidagi ma'lumotlar daftari. Ota-onalar haqidagi ma'lumotlar daftari ushbu daftarga bolaning familiyasi, ismi sharifi, tug'ilgan sanasi, uy manzili, telefon raqami, ota-onasining familiyasi, ismi, otasining ismi, ularning ish joylari haqidagi ma'lumotlar kiritiladi va qo'shimcha ma'lumotlar olinganda daftarga qayd etib boriladi. Ota-onalar haqidagi ma'lumotlar daftari tikilgan, sahifalangan, muhrlangan, rahbar tomonidan imzolangan bo'lishi kerak. Mana o'sha ota-onalar to'g'risidagi ma'lumotning jadvali. Bu yerga ham xuddi shunday. Demak, to'liq ism familiyasi yoziladi. Bu yerga tug'ilgan sanasi, uy manzili, ota-onasi haqida demak ma'lumotlar, ish joyi va telefon haqida ma'lumotlar yoziladi. Demak, mavzumiz hammaga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Shu bilan bugungi mavzuni yakunlaymiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'lasizlar.